Biz oldingi safar ham aytgandik-ku, bolalarimizga uni bola ekanligini, yoshi 50 ga yetgan bo'lsa ham bola ekanligini, biz otalar ularga xo'jayin ekanligimizni aytib turishimiz kerak bo'ladi. Men seni otangman. Agarki meni norozi qiladigan bo'lsang, do'zaxga tushasan. Seni topayotgan pulingni oxirgi tiyinigacha menga tegishli. Ayta olamizmi shunaqa deb? Mendan ortsa yeydi seni bola chaqang. Ayta olamizmi? Ayta olmaymiz biz bu gapni. Ayta olmaymiz biz bu gapni. Ana. Nega ayta olmaymiz? Chunki islomiy tarbiya yo'q. Islomiy tarbiya yo'q. Ana, ba'zi birlar bu gapga e'tiroz bildirishi mumkin. Qanaqasiga o'g'ilni topgan narsasi 100% otaniki bo'ladi? Ana, bolalarda otadan ortsa yeydimi bola? Bu nima degani? Birodarlar, hadis bor. Hadisda yodlaringda bo'lsa, 3 ta odam mana shunday yomg'ir yog'ayotgan paytida g'orga kirib jon saqlaymiz deganda bir tosh kelib g'orning og'zini bekitadi. O'shanda 3 ta odamning ichidan bittasi nima deydi? Endi biz qilgan yaxshi amallarimizni aytib duo qilsak, bu toshdan Alloh bizni qutqazadi deydi. Va hammalari bittadan o'zlari nimasini aytishadi? Qilgan yaxshi amallarni aytishadi. Ana o'sha yaxshi amallarning ichida bittasi nima deydi? Yodlaringda bormi? Men sigirimning sutini sog'ib kelib, har doim otamga berardim, onamga berardim, ichardi, keyin bolalarimga berardim dedi. To'g'rimi? Bir kelganimda otam bilan onam uxlab yotgan ekanlar. Bolalarim och edi. To ertalabgacha bolalarim, qarang, och, bolasi och. Och bo'lgan bolalarimga bermay, otam bilan onamni kutdim uyg'onishini. Bular uyg'onganlaridan keyin otam onamga ichirdim, undan keyin haligi och bolalarimga ichirdim dedi. Agar shu qilgan ishim Rabbim senga yoqqan bo'lsa, bizni qutqar deganda, tosh nima bo'ldi? Sajida. Bu ertaga emas bu narsa. Bu sahih hadis bu. Payg'ambarning og'zidan chiqqan so'z bu so'z. Demak, o'g'ilning topgani kimniki ekan? Otaniki. Otadan ortsa nima qilar ekan? Bolalar ichar ekan. Biz shuni uddalay olmayapmiz-ku. Bolamizni puliga ega chiqolmayotibmiz-ku, to'g'rimi? Ana. Bolamiz uzoq safarga ketadi, pul ishlaydi, ota-onasiga jo'natadi, ota-onasi bir so'miniga xiyonat qilmasdan nima qiladi? O'g'liga beradi. Qarang, gapni qarang. Bir so'miga xiyonat qilmasdan. Ana. Xiyonat nimani ishlatsak biz xiyonat bo'ladi? Harom narsaga teginsak. To'g'rimi? Harom narsaga teginsak xiyonat bo'ladi. Ya'ni ota bilan ona bolasini pulini o'ziga harom bilyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Men o'ylayman, aqli butun odamlarga yetib boradi bu. Agar aqlida bir noqislik bo'ladigan bo'lsa, bu gapni tushunmaydi u odam. Bolasini topayotgan pulini bugun ota bilan ona o'ziga halol bilmayapti. Shuning uchun shu gapni aytayapti. Men deydi, ana ma'rakada aytayapti bittasi. Bir so'miga xiyonat qilmay, bolamni pulini kelganda o'zini qo'liga topshirdim deyapti. Ya'ni begonaning muomalasida bu narsa, tushunyapsiz? Begona. Anada Boltavoy pul jo'natgan edi. Ana shuni pulini beribdi-da. O'g'li emas u, bolasi emas. Ishlata olmaydi o'ziga hech qanday. Hech qanday holatda ishlata olmaydi. Ana. Nima uchun bunaqa? Chunki yoshlikdan o'sha xonadonda o'sib yurgan paytida joylar almashib qolgan. Tushunyapsizmi? Men hozir mana bu bilan o'tirgan odamlarni nimaga misolini keltirdim. Joylar almashib qolgan. Endi bugun otalar, onalar bolasiga bola sifatida emas, kim sifatida? Ota-ona sifatida qarayapti. O'g'limni topgan puli o'zi biladi qanday ishlatishni, men unga xo'jaylik qila olmayman deydi. Yo'q, unaqa emas. O'g'lini topgan pulini 100% ota shuni olib qo'yadi. Ortsa keyin bolasi ishlatadi yoki boshqa bo'ladi. Mana bu narsani yoshlikdan o'sha bolaga, mana bunday hali bolalar kichkina bo'lib turgan bir mahalda ota o'rgatish kerak, tushuntirish kerak bo'ladi.